Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlar bilan YouTube kanalida aynan O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston hududida qancha pul topish mumkinligini gaplashamiz. Bunda ikki xil video deylik. Bunda albatta tabiiyki shorts videolar, ya'ni kalta video va albatta uzun videolar bo'ladi. Bunda aynan 1 milliontadan ko'ramiz va har bittasi mana yozilgan. 1 million prosmotrga, shorts videoga, ya'ni $50 beradi. Ya'ni 630 ming so'm bo'lyapti hozirgi paytda. Va albatta ketaveradi bu yog'i 100 mingtaga $5. Bitta dona shorts videoni prosmotriga bo'lsa 0.6 so'm. Bu degani bilamiz, yarim so'mdan ko'proq, 1 so'mga yaqin degani, 1 so'mdan kam degani. Va albatta tabiiyki uzun videoda nisbatan ko'proq bo'ladi, chunki taxminan 2-3 minutdan ko'proq ketaveradi, ya'ni 10 minut, 20 minut qancha video qo'yishingizga qarab. Shuning uchun bu o'rtacha taxmin, avvalambor aniqqa yaqin bo'lgan taxminlar bo'ladi. Bunda 1 millionga $240, ya'ni 3 milliondan oshiq bo'ldi. Bir dona prosmotrga bo'lsa 0.24, ya'ni 3 so'mgina degani. Mana shunaqa videolarni o'tkazavermaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. O'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar. Salomat bo'linglar. Rahmat.